Assalomu alaykum, qanday ahvolinglar? O'tgan bir hafta ichida hayitlarning ko'ngillik o'tgan bo'lishini umid qilaman. Mening hayitimmo o'ziga yarasha yaxshi o'tdi. Muajiratda bunchalik hayit o'tkazmakmo tez bir gap. Shundaqdimi yo'riqlar bilan, og'lar bilan ko'ngillik bir hayit o'tkazgan bo'ldim. Endi bugungi suhbatimizni tabiiyki o'tgan haftada bo'lib o'tgan ishlar haqida to'xtalamiz asoslik qilib. Aldı bilan bugungi suhbatimizni biz shu vatandagi hayit manzarasi haqida boshlasak deyman. Hayitniki oldi keyinlarda vatandan chiqqan bir qism suratlar, rasmlar, videolar bizni ayda afsuslantirdi. Ko'radigan bo'lsak, vatandagi burunqi biz vatanda bachaqlardagi 2015-14 burunqi hayit havosiniki faqat qolganligini ko'rdik-da. Demak, vatanda hozir endi Xitoyniki 10 yilga yaqin olib bo'lgan irqiy qirg'inchiligining ta'sirida, madaniyat qirg'inchiligining ta'sirida asosliqi vatanda musulmoncha yoki uyg'urcha bir hayit o'tkazish faoliyatlarni qilish imkoniyati qolmabdi. Buni ko'rib yetdik. Bo'libmi hayitning oldida hech qanday bir hayit tantanasi xushalligining yo'qligi bir qism tijoratchilarniki biz tijoratni qilolmadik, bizniki hayitimiz hayit deb mallarimiz setilmadi degan manzara meni haqiqatan afsuslantirdi, ichindirdi. Buni men ikki nuqtaga yig'incha qildim. Birinchisi Xitoyniki yaqinqi yillarda ilib bo'lgan Uyg'urlarni tutib suvlash, bostirish harakatlarida nurg'un kishilar tutilib ketgan bo'lg'achqa yoki o'lib ketgan bo'lg'achqa bizningki nufusumizning g'oyat zo'r shalanglashib ketganligi. Yana bir ehtimollar hamda yerlik hukumatlarningki kishilarni hayit o'tkazishdan to'sqanligi, tantanasi qilishdan to'sqanligi, aşağı salayotgan videolarni ko'rdik. Shunga qaraganda hayit o'tkazishdan kishilarni to'sib, kishilarni bundaq bayram tantanasi qiladigan, bozorlarga kirib mol sotib oladigan shunday ishlardan to'sqan bo'lish ehtimolligi bor. Shu ikki jihatdan ko'rdim asosligi, ammo childirab qilayotgan bozorlarimiz, shaharlarimiz meni haqiqatan afsuslantirdi. Bu vatandagi bir xushnusiz hayit manzarasi bo'ldi. Albatta keyin yoki o'tgan bir qancha kun ichida Xitoyniki propaganda maqsadlik tashviqotni asos qilgan bir qism hayit tantanasi qilgan, usul o'ynagan maqsadgan ko'rinishlar, hayitlarda sama o'ynagan ko'rinishlar chiqdi. Ammo shu Xitoy to'qigan yolg'on tashviqotlarning o'zimi hech qachon bir hayit havosini ko'rsatmaydi odamga. Asosliqi u yerdagi yo'lga chiqqanlarning xitoyligi, ondan keyin u manzardan bir musulmoncha, islomcha yoki Uyg'urlarning an'anaviy hayot shakli bo'yicha qaynamlashqanlik yo'q. Bu haqiqatan afsuslanarli bir ahvol. İnşallah bu xil vaziyat tezlikda o'ngshilib bizniki qaytadan qaynamlashqanlik bilan hayitimizni xotirlaydigan kunlar qaytib kelar. Buni ko'rishga hammamizga, buni ko'rish hammamizga nasib bo'ladi. Hamda o'tgan haftada biz hayit o'ynayotgan bir mezgilda dunyoda ajoyib ko'p ishlar yuz berdi. Men albatta bu ishlarningki hammasini ko'z tutib olmadim. Anlagan bilgilerning hammini bu yerdan so'zlab o'ltirmayman. Paran qilamiz deymiz, ammo bu biraz siyosatga, ilmga munosabatlik paran, ya'ni quruq paran emas. Shuna anlagan bilganning hammani bo'lmaydi. Bo'lgandan kim hammani so'zlashga bo'lmaydi. Men shularning ichidan bizga munosabatlik deb qaragan bir qancha temada nuqtaliq paran qilishni muvaffaq ko'rdim. Shuna bugungi bizniki suhbatimizni shu temalarda olib boramiz. Buning biri G7 boshliqlar yig'ini. Bu to'g'ridan biraz tafsiliy so'zlayman. G7 boshliqlar yig'iniki Xitoy bilan munosabatlik bo'lgan qarorlari va qismlarini biraz tafsiliy so'zlayman. Undan keyin Xitoyning bosh ministri Li Qiang
şu 15 iyundan 18 iyungacha Avustraliyada ziyoratda bo'ldi. Bu to'g'riliqmi to'xtalaman bek keng emas, ammo muvofiq to'xtalaman. Ondan keyin Putin Chavshanni ziyorat qildi. 19 iyundan boshlab Chavshanni ziyorat qildi. Bu to'g'riliq biroz tafsilga to'xtalaman, chunki Rossiya bilan Chavshan o'rtasidagi yoki Shimoliy Koreya o'rtasidagi bu munosabatdagi Xitoyga ta'siri bor. Xitoyninki bu yerda o'ynaydigan roli va ta'sirlanadigan taraflari bor. Shunga bu to'g'risida biroz tafsilga to'xtalamiz, parang qilamiz. Undan keyin oxirida kishilik huquqni kuzatish tashkiloti yaqinda Uyg'urlar fondi bilan birlashib e'lon qilgan bir doklad yaqinqi bir necha kundan buyon to'rlarda yana bir qatim Sharq Turkistondagi vaziyatni, Uyg'urlarning ahvolini kun tartibga elib keldi. Bu asosda Xitoylarning Uyg'urlarning mahalla, yer ismlarini o'zgartirib xitoychalashtirish yoki yeni kommunizm ideologiyasiga uyg'un ismlarni qo'yishni o'ttirib chiqargan. Bu to'g'rida qisqacha to'xtalib bugungi suhbatimizni oxirlashtiramiz. Unda bo'lsa oldi bilan G7 boshliqlar yig'inininki bu yillik o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'ini haqida to'xtalaylik. G7 guruhi deb ataladigan bu tashkilotning g'ayri rasmiy tashkilot yoki bo'lmasa bir 7 davlatninki dunyodagi nüfusu 700 milyon etrafında olan 7 boy kapitalist demokratik devletninki bir yerga kelib har yili bir qatim dunyoninki masalalarini o'zininki xalqarodagi manfaatlarini muzokara qiladigan bir yig'inninki shu oyninki 13 kundan 15 kungacha Italiyaning Adriyatik dengizi bo'yidagi bir shahrida o'tkazilganligini asosliq muhokama qilamiz birinchi bo'lib. Endi G7 boshliqlar yig'ini deb atalgan bu yig'in har yili bir qatim o'tkaziladi. Oldindan sizlarga G7 guruhi haqida ozroq tushuncha beray deb o'yladim. Chunki G7 guruhi dunyodagi eng muhim xalqaro tashkilotlardan biri. Ama bu resmi bir katibotlik ishxonasi bor yoki qurumlashgan, sistemlashgan bir tashkilot emas. Xalqaro tashkilot emas. Aksincha do'stlar yig'ilishi o'xshash, çay oynaganga o'xshash. 7 davlatninki, boy kapitalist 7 davlatninki bir yerga yig'ilib har yili bir qatim muzokara qilishi. Bu qatim Italiyada o'tkazilgan bu tashkilotninki 50-qatimliq yig'ilishi yoki 50-cheyamda bularniki. Bu 1973 yilda asli bir moliya ministrlar yig'inidan boshlangan bu. 73 yılı Amerika'nın maliye ministri bir qancha davlatning maliye ministrlarini yig'ib bir yig'in etib shunday iqtisodiy siyosatlarni birlikka keltirish haqida paranglashgan. Qarasa bu ishning unum bo'lgan ekan, shuning bilan bular buni hozirgacha taraqqiy qildirib keldi. Har yili bir qator sohibxon davlat almishidi, rais davlat desak bo'ldi. Bu rais davlatninki almishi bilan şu devlet şu yıllık yığını ulaştırdı. Bu qatim növbet İtalya'ya ketken sahipxonlik qilish növbeti. Şundan İtalya dasturxon soldi ve başka 7 devlet bu yığını qatnashdi. Endi bununla her qatimda şu devletlarniki en yuqori boshliqlari qatnashadi. Prezidentlik tuzumidagi devlet olsa prezidentlari, parlament tuzumidagi devletler olsa baş ministerlar, muhim kişiler qatnashadi. Endi bu 7 davlat qaysi desanglar, bu 7 davlat asosliqi Amerika va G'arb davlatlari. Amerika qit'asidan Amerika, Kanada va Yevropadan Fransiya, Italiya, Germaniya, Angliya. 6. Asiyadan faqat bir davlat var, Yaponiya. Yaponiya qarasa Asiya tinch okeanda bo'lgan bilan, iqtisodiy jihatdan
tüzüm cihetini garip devleti deb qaraladi. Şunu bu 7 devletning ichida bor. Aslida Rossiya mu 1997'de 1997'de bunga qatnashgan 1997'de qatnashgan, ammo 2014-yili Qrimni bosib olgandan keyin Rossiya deyib chiqardi, yo'qoladi. Shuning bilan bu davlatlar 8 davlat guruhi deb atalib, bir mezgil yana qaytadan 7 davlat guruhi deb atalib kelyapti hozirgacha. Endi bu davlatlarningki bu qatimqi yig'ilishida albatta bular nurg'un masalalarni muzokara qiladi. Hem nurg'unlagan o'zining yig'inlarini chaqiradi. Har qatimliq yig'inga sahibxon davlat o'zining yaqin yo'qlarini, adashlarni chaqirdi hamda. Yevropa İttifaqı'nınki kengashning boshlig'i yoki Yevropa Komisyonining boshlig'i qatorliq bir ikki kishi muqim qatnashadi bu yig'inga. Ammo undan boshqa kishilar chaqiriq asosan qatnashadi. Turkiyaning prezidenti Erdo'g'anmi bu İtalya Baş Ministri Meloni'ninki teklif bilan qatnashdi bu yig'inga. Hindistan'daki Arap Birleşme Halifeliğinin baş ministerlerinin köydüm resimleri qaraganda ulanımı çağırıptı. Bu şekilde devam etdi. Endi bu yig'inda dunyoning klimat o'zgarishidan tortib Osiyoning qad ko'tarishi, Afrika, Ukraina urushi, Falastindagi, G'azzadagi urush hamma narsa muhokama qilindi. Albatta her yıllık yığında şunda işlem muhakeme kılınır. Ama ben o taraflarga qaramayman, o to'g'riliq so'zlamayman. Mening asosli sizlardan param qildig'im bu yig'indan Xitoyga munosabat qismi. Gerçi bu yig'inga Xitoy chaqirilmaydigan bo'lsa-mu, Xitoy bu yig'inga qatnashib boqmagan bo'lsa-mu, ammo yig'inning asosli kun tartiblaridan biri yaqinqi yillardan buyon izchil Xitoy bo'lib keldi. Bu qadimqi yig'indagi asosli temalardan biri Xitoyga qanday taqobil turish, Xitoyninki shirkatlarga qanday taqobil turish, Yevropa bilan Amerika bilan Xitoyninki savdo raqobatidagi masalalarni qanday betaraf qilish, Xitoy bilan urushib qolmay turib, to'g'risi urushib qolmay turib qanday tijoratdan foydalanmaymiz degan masala yig'indagi muhim yoki asosli kun tartiblaridan biri bo'ldi. Endi mening diqqatimni tortgan bir qancha nuqta bu chaqcha bu yig'inda Xitoy ko'pincha savdo hamrohi, sherik yoki mol ta'minlaguvchi degandek ijobiy so'zlar bilan atalgan bo'lsa, bu qatim Xitoy asosligi rezil kuch, düşman sifatida tilandi va sifatlandi. Qaraydigan bo'lsak, bu yig'inninki eng oxirida e'lon qilingan, bu yig'ilishning oxirida e'lon qilingan eslatmasida Xitoy to'xtanglar, men nima qaralmay. Xitoy 28 qatim rezil kuch deb tilga olinibdi. Asosli 28 qatim tilga olinibdi Xitoy eslatmada. Lekin asosiy jihatdan hamda rezil kuch va kuch deb qaralibdi. Undan keyin nuqul Rossiya ham emas, balki Xitoymi nima Xitoymi dushmanlar tizimligiga kirgizilgan. Bu yig'inda boshqa yig'inlarga qaraganda maydonga kelgan bir ilgirlash yoki o'zgarish. Endi Ukraina urushidan hammamizdan xabar bor. Rossiya Ukrainaga 2022 hujum qilgandan keyin hozirgacha bu urush patqiga yetib keldi. Ukraina urushi dunyoning 5 nafar tortgan muhim masalalardan biri. Bu GYT'ninki asosli g'amlardan biri, chunki GYT deganimizdek Amerika Yevropani asos qilgan bir tashkilot. O'tgan bir qancha yillardan buyon
bu Amerika bo'lsin yoki YTDagi bir qism davlatlar bo'lsin, Xitoyni Ukraina masalasiga nisbatan Rossiyaningki ittifoqdoshi yoki yordamchisi deb qarashdan bekrak Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi bir moslashtiruvchi yoki G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi bir murosa qiluvchi sifatida qarab kelgan. Ve Xitoyning bu jihatda bir yaxshi rol o'ynashini umid qilgan. Ammo yaqinqi yillarda Xitoy bilan Rossiya munosabatininki kuchayishi, Xitoyninki hatto o'tgan oyda Putinninki Beijingga borib Xitoy bilan umumyuzlik yangidan strategik hamkorlikni kuchaytganligi, hatto ittifoq darajasiga borib yetganligini dünya ko'rdi. Bu xil ahvoldan keyin G'arbdagi, Yevropadagi, Amerikadagi strategiya belgilovchilarningki, siyosatchilarningki Xitoyga bo'lgan qarashi o'zgardi. Bu yig'inda biz buning ro'shan ifodasini ko'rdik. Qaraydigan bo'lsak, bu yig'inning eslatmalarida Xitoyni dushman deb tasvirladi ve bundan keyin hamda G'arbningki Xitoyga bo'lgan qarashida o'zgarish bo'lganligi oydinlashdi. Ya'ni hamda Xitoyni Ukraina urushi masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida bir moslashtiruvchi yoki Rossiyaga xizmat ishlab bir Ukrainadan chekinib chiqsanglar deydigan bir davlat sifatida emas, balki Rossiyaningki oqtiriki, Rossiyaning Ukrainaga yordam berish, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishga Rossiyani qo'llovchi bir kuch deb qaraganligini yoki qarashga rasmiy boshlaganligini ko'rsatdi. Biden'ninki bir so'zi buning isboti yig'inninki axborot e'lon qilish yig'inida Biden aniq qilib shunday dedi. To'g'ri, Xitoy Rossiyaga qurol ta'minlayotmaydi. Ammo Rossiyaga qurol yasaydigan texnikani ta'minlayotdi. Buning o'zi Rossiyaningki Ukraina urushiga yordam berganlik dedi. Endi Amerika bilan G'arbningki, Xitoyninki bu Ukraina urushidagi pozitsiyasiga qarta yangidan o'zininki qarashini bekitishi, albatta bundan keyin G'arb davlatlarininki Xitoyga qaratgan siyosatlarininki o'zgarishidan direkt birdir. Yaqinqi yillarda Amerika bir qism Xitoy shirkatlarini Ukraina urushiga yordamlashdi, Rossiya yordamlashdi deb jazolagan bo'lsa, GYTning boshqa davlatlari unda qilmagan edi. Ama bu qatim bularninki o'rtaq turmushga kelganligidan shuni ko'rib oldikki, GYTning boshqa a'zolarimi bundan keyin Xitoyninki Rossiyaning Ukraina urushiga yordam bergan shirkatni jazolashga boshlaydi. Buning eng tipik misoli Japoniya GYTning bir a'zosi oldimizgi bir qancha kunda innovatsion qamida qaysi kildiki Xitoyninki bir qism shirkatlarga rasmiy jazo yurgizganligi qoldi. Bu Yaponiyaningki tunji qatim Xitoy shirkatlariga Ukraina urushi sababidan jazo yurgizganligi. Endi GYTninki kuchi to'g'risida azroq to'xtalaylik. GYT dunyodagi 780 milyonga yaqin nüfusga ega 7 davlatdan tashkil topgan. Ammo bular dunyo nüfusininki 10%ni egallagan bilan dunyo iqtisodininki 50%ni egallaydi. Yani dunyo nüfusining 10%ni egallaydigan 7 davlat dunyo iqtisodining 50%ni tashkil qildi. Şu bularninki sanjihatdan kichik bo'lishi, bularninki ta'sirining ojizligini ko'rsatmaydi. Bular sanjihatdan yuzlab yig'ilib hech ishni qilolmaydigan nurg'un xalqaro tashkilotlarga selishtirganda rasmiy xalqaro tashkilot bo'lmasligiga qaramasdan dunyoning ishlarini bir taraf qilishda intayin muhim
rol oynaydı. Endi G7'ninki bu qadimki yig'in haqida shunchalik to'xtalayli. Vaqt pek uzunroq ketadi. Yana deganimdek qismajaq qilib ketaman. Endi ikkinchisi Li Qiang'ning Avstraliya ziyarati bizniki ikkinchi muhokama nuqtamizda. Li Qiang o'sha oyning 15-kundan 18-kunigacha Avstraliyada ziyorat bo'ldi. Aslida bu 3 kunlik, aslida bu jami 10 kunlik, ya'ni 13-slardan 20-slargacha deyman. 3 davlatga qaratilgan ziyorat ekan. Oldi bilan Yangi Zelandiyaga beribdi, u yerdan Avstraliyaga ketdi, undan keyin Malayziyaga kelib, Malayziyadan qaytdi ekan. Endi Li Qiang'ning bu qatimqi Avstraliya ziyorati Xitoy bosh ministriniki 7 yildan keyin oldingi bosh ministr bir qatim ziyorat qilgan 7 yildan keyingi tunji ziyorati. Endi Xitoyning bosh ministrininki Avstraliya ziyoratiniki nima ahamiyati bor? Nima uchun buni ayda bizga so'zlab bersa desanglar, Xitoyninki Avstraliya bilan bo'lgan munosabatlari yaqinqi 10 yil mobaynida intayin nachar bo'lib keldi. Bundaki asosli sabab Avstraliyadagi konservativ partiyaninki hokimiyatdagi konservativ partiyaninki Xitoyga bo'lgan maydonining qattiq bo'lganligi. Endi Xitoy nima uchun maydoni qattiq bo'ldi desanglar, Xitoy uzundan buyon Avstraliyaning ichki siyosatiga ig'ir darajada aralashib keldi. Undan keyin Avstraliyada jasuslik faoliyatini ko'plab ilib bordi. Bu ishlarning hammasi Xitoy Avstraliya munosabatiga ig'ir daxl yetkazdi. Bulubmu Avstraliyanınki burunqi bosh ministrininki Covid Xitoy virusining manbasini mustaqil tekshirish kerak degan so'zlari, undan keyin Avstraliyaning ichki siyosatiga aralashma degan bayonlari Xitoyninki qattiq achchig'ini keltirib, Xitoy 2020-yili Avstraliyaga bir qator embargo jazolarni yurgizgan. Bu jazolarninki Avstraliya iqtisodiga keltirgan ziyni haqiqatan ig'ir bo'ldi. Men bir gazetdan ko'rishimcha xabardan bir yillik Avstraliyaga solgan ziyni 13 milliard Amerika dollari. Avstraliya şirketleriga solgan ziyni Xitoyninki Avstraliyaga qo'ygan embargosiniki. Demak, Avstraliya bilan Xitoyninki munosabati mushtaq yomon bo'lib kelgan. Hamda bu qatim Avstraliyada yangi hokimiyat borliqqa keldi, almashdi. Bu qatim solchi, merkez sol partiya hokimiyatga chiqdi. Bular hamda Xitoy bilan biz hamma masalada qarshilashib bo'lmaymiz. Shunga yarashadigan yerlarda yarashib, qarshilashadigan yerlarda qarshilashishimiz kerak degan shuar bo'yicha Xitoyga yeşil chiroq yoqqandan keyin Xitoymi ikki dona mushkayni ilib berib, Avstraliyaga mushkayik diplomatiyasi ilib bordi. Yani biz sizlar yıkılaysanglar bizim yıkılışayla yarışayla de. Ve degandek Avstraliyaga 2020 qo'ygan embargolarning bir qismini asosiy qismini amalda qoldirdi. Azroq qismi qolib qoldi. Buni keyin amaldan qoldirish mumkin. Yani her ikki taraf birsi-birsiga qanchalik darajada samimiy ekanligini ko'rmoqchi. Hamda shunga Avstraliya bilan Xitoyning o'rtasidagi bu munosabatniki yetilishi amaliyotda bu buzilgan bir munosabatniki tuzilishga boshlaganligining ifodasi. Buningdan biz Xitoy Avstraliya munosabati yaxshilanib ketdi deyolmaymiz. Buzuq bir munosabatda, vayron bo'lgan bir munosabatda. Bu munosabat Avstraliyada sol partiyanın hakimiyet gelip hükümetin özgürlüğü bilen Xitoyning bu fursatda Avstraliyaga yeşil chiroq yoqishi bilan shakllangan bir yumshash, bir yaxshilanish vaziyati. Hamda Avstraliyada ko'p sonda Uyg'urlar yashaydi. Bu qatimqi namoyish Avstraliyadagi Uyg'urlar ko'p yashaydigan Adelaide
Adelaide'den başlandı. Ben Adelaide'de suyungan bir mesele bizdeki yani Uygur qarindoshlarimiz Hait'ning buluşu qarmay namoyish qilish uchun Baş minister ötken yolun etrafı toplanıp Avustralya'daki Tibetlikler başka, Hongkongluklar başka, Xitayga karşı güçler bilen birleşip nayt yaxşı. Nayt süpetlik bir namoyish elip bardı. Men Avustralya'daki qarindoshlarni tebriklayman. Aytdi suyundim bu namoyishdan hem süpetlik bo'libdi, hem Xitoy baş ministeri ötüdigan tar yo'lniki ikkiligida turib elib berilgan bo'lg'achqa ularning ko'ziga rasmiy so'qib turib, ko'z tutib turib o'zining noroziligini bildiribdi. Menimcha bu yaxshi bir signal, ya'ni Xitoy baş ministerining ko'ziga bizning bayroqlarimizni ko'z tutib turib, ularga noroziligimizni bildirish, ularningki Avustraliya bilan bo'lgan munosabatning yiqilishiga va Avstraliyaningki mushkaylik uchun yoki iqtisod uchun kishilik huquqni bir chatga qaydib qo'yishtirgan norozilik bildirishi, ochiq norozilik bildirishi bizningki maydonimizni ifodalash jihatdan zo'r ahamiyatga ega. Endi biz Lichaning Avstraliya ziyoratini shunchalik tahlil qilaylik. Lichang Avustraliyadagi ziyaratidan keyin Malayziyaga bordi ekan. Men Malayziya ziyarati haqida izlamadim. Malayziya bilan bo'lgan munosabatim Xitoyningki pek yaxshi emas. Gerçi Malayziyada ko'p sondagi Xitoylar bo'lsa-mu, lekin Malayziya bilan Xitoyning o'rtasida nurg'un ziddiyatlar bor. Lekin bu jihatda menda jiq ma'lumotlar boshqa ortiq gapirmayman. Endi Lichaning Avstraliya ziyarati haqida shunchalik to'xtaladigan bo'lsak, biz 3-temamizga kelaylik. 3-temamiz Putinning Chaushyanni ziyorat qilishi. Bu yerda biraz tafsiliy to'xtalaman, kengroq to'xtalaman. Başta degandek, Putin 19 iyun Chaushyanni ziyorat qildi. Bu Putinninki 25 yildan keyin 24 yildan keyin Chaushyanni tunji qatim ziyorat qilishi. Putin huquqi chiqib 1 yildan keyin 2000-yili o'tayman, 2000-yillari Chaushyanni ziyorat qilgan vaqtda hozirgi Kimbodek yo'qdi. O çağda bunun dadısı battı, onun görüşken. Hem de 24 yıldan keyin yoki 25 yıldan keyin Putin qaytadan Chaushyanni sig'inib qoldi. Hem nima qilib sig'inib qoldi? Bu haqda so'zlashimiz. Putin 25 yıldan keyin Chaushyanni sig'inib qoldi, Pyongyangga ko'misi kelib qoldi. Shuning bilan bu haqda Chaushanga ziyoratga bordi. Kim Jong Un Putinni o'tgan yili Moskvada ko'rgan bo'lishi qaramay yana oldiga chiqib aerodromda kech soat manchida tong otmasda saharda aerodromga chiqib shu yerda o'zi kutib oldi. Ziyorat jarayonida butun birga bo'ldi. Dag'duqliq kutib oldi. Endi Rossiya bilan Chaushyan o'rtasidagi bu xil munosabatning yiqilishi nimadan derak berdi? Bu Xitoy uchun nimadan derak berdi degan masala bizningki asosliq muhokama nuqtamiz. Endi Rossiya bilan Chaushyan o'rtasidagi bu xil yiqilishga sabab bo'lgan omillar nima deganda, Rossiyaningki asosliq hozir Chaushandan kutadigan qurol yaroq, o'q-dori bilan ta'minlash. Çünkü Rossiya hozir Ukrainada urush patqagan. Urushni davom qildirish uchun qurol yaroqqa muhtoj. Xitoy o'ylagandek qurol yaroqni bermadi. Iqtisodiy jihatdan qo'llayotgan, texnik jihatdan qo'llayotgan bo'lsa, hozir Xitoyningki aniq qurol yaroq bilan ta'minlaganligi haqida ma'lumot yo'q. Ammo Rossiyani hozir qurol bilan ta'minlayotgan ikki davlat bor asosliqi. Biri Chaushyan, Shimoliy Koreya, yana biri Iran. Iran asosliqi uçqusiz ayıplarla bilan ta'minladi va buni Ukrainada qo'llandi.
Rusya. Bu ispatlandı. Hem de Çavuşen'inki bir kısım başkurulan bombaları kurallarınki Ukrayna'da işletilgenligi Amerika istihbarat tarmakları tarafından delillengen. Ve Cenubi Kore, yani biz bildiğin Kore bu Çavuşen'i Rusya'nın kural bilen təminledi de şikayet qilib kelgili uzun oldu. Demek ki Rusya Çavuşen'den kural yarak talep kılıdı. Naq mesele. Hem de bundan başqacha degende xabarlarda bo'lgandek Rusya prezidenti Putin o'tgan oyda Beijingga borib Xi Jinping bilan ko'rishgan va Xi Jinpingdan yordam talab qilgan. Ve Xitoy bilan Rusya o'rtasida tang bir strategik munosabat o'rnatganligini jakalagan. Ammo Xitoy bilan Rusya munosabatida Xitoy yaqinqi yillarda o'zini xo'jayin hisoblaydigan bo'lib qoldi. O'zini xo'jayindek hisoblagan bo'lib qoldi. Rusya Xitoyning oldida bir xil tuvan o'rniga tushib qoldi. Shuning uchun Putinninki Çavuşen ziyaretinin yeni bir maqsadi Xitoyga ve dünya Xitoyga deyli birinci qilib Xitoyga mening senden boshqa do'stim bor. Sen bana muhtoj deb o'ylab qolma degan uchurni bermoqchi. Çavuşen ham qanchalik do'st bo'laydi, uni bilamiz, ammo yo'qdir yaxshi hamda. Shunga Xitoyga bu uchurni berish uchun Çavuşenga berdi. Üçüncü kılıp olsa dünyaya Putin beni çeklesanmı, yeklesanmı yine men tarafta turduk Allah var. Yani men oynaydıgan kartlar tügümü de Xitay'ını oynayayım ben başka yine Tavşan'la oynayayım ben. Bu yerden berip Vietnam'la oynayayım ben. Putin'inki Tavşan'daki bardağı yeri Vietnam'dı. Şunu davatım ben. Deb dünyaya uçur vermekçi. Hem de Çavuşen'inki Rusya'dan erişidiğen menfaatini ben asaslık yadro programısını terakki kıldırış teknik cihetten ondan başka siyasi cihetten yetim kalan bir devlet bo'lgandan Rusya'daki bir devletin liderinin üzerine yoklap verişi onun için bir teselli. Adın üçüncü kılıp BDT'deki Çavuşen'e karşı cezalarını çekleş yakıp olmasa Çavuşen'e yolunu yetiş için BDT'de Rusya'nın yardımına muhtaç. Bana bu şu cihetlerden Çavuşen Rusya'ya yardım ediyordu ve Rusya'ya özünki işkini kenara açıdı. Hem de Rusya ile Çavuşen oturusundaki bu xil münasebetlerinin Xitoyga ko'rsatadigan ta'sirini nima desak, bu Xitoyni rahatsız qildi. Qaysi jihatdan rahatsız qildi desam, birinchidan Rusya Sharqiy Yevropani qalaymiqon qilib yetmedi, hamda Sharqiy Janubiy Osiyoni qalaymiqon qilmoqchi deb o'ylaydi Xitoy. Ya sen Şarkı Avrupa'nın qalaymiqon qilding, Ukraynaga urush chiqarding, Gruziyaga askar chiqarding, yani qanmaqini qalmadi. Endi Sharqiy Avrupada nima ishing bor deydi. Chunki Xitoyga nisbatan Koreya yarim orolidagi tinchlikka foydali. Chunki Rossiya qo'l Çavuşen bilan munosabati bo'lgan bilan Xitoyniki Koreya bilan munosabati yaxshi, Yaponiya bilan munosabati sürkülüş içinde olsun, lekin yanılam yaxshi iqtisodiy jihatdan Avstraliya bilan munosabati bor, Hindiston bilan munosabati bor. Yani bu devletlarninki hammasi G'arbning ittifoqdoshlari, Amerikaning adoshlari, Amerikaning do'stlari bo'lgan bu davlatlar bilan Xitoyninki munosabati yaxshi. Shunga bu yerdagi to'qinish, bu yerdagi vaziyatning jiddiylashishi Xitoyninki Yevropa, Amerika bilan bo'lgan munosabati va Yevropa, Amerika'nın Asiya'daki dostları olan bo'lgan munosabatga daxl yetkazdi. Shunga Xitoy bundan beram bo'ldi. Ya'ni Sharqiy Janubiy Koreya yarim orolininki Rossiya qo'ltiq qilgan, Rossiya qalaymiqon qilgan degan aylanib qilishini xohlamaydi. Undan boshqa
Ondan başqa Çavuşenninki Xitayning kontrolli qilib turishini Xitoy xohlaydi. Ammo Çavuşen o'zining mustaqilligini saqlash uchun Xitoy bilan Rossiya o'rtasida yoki fursat topsa boshqa kuchlar o'rtasida o'ynashga tirishadi. Chunki xalqaro munosabat shaxmatga o'xshaydi qaranglar. Qancha bo'shliqing ko'p bo'lsa, shuncha erkin manga olaysiz. Siqishib qolsang, o'chada bichar bo'lib qolsa. Shunga Çavuşenmi Xitoy boshqami aktiv ishga tirishdi va men sangla aynib qolmayman yoki senlar gapini anglashga majbur emas degan uchurni bermoqchi bo'ldi. Shunga Xitoy taraf Çavuşen bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatdan bearam bo'ladi. Çavuşen Rossiya munosabatiningki yaqinlashib ketishing Xitoyni biri Çavuşen yarim orolidagi vaziyatni kontrol qilish huquqidan chiqarib tashlaganlik uchun ikkinchi biri Koreya, Yaponiyaga o'xshash davlatlar bilan bo'lgan munosabatini buzganligi uchun beram qildi. Shunga Xitoy yarim orolniki muqim turishini, hozirgi vaziyatniki o'zgarmasligini, Çavuşenniki ishtirmasligini umid qildi. O'tgan 10 yillar ichida qaraydigan bo'lsak, Xitoy BDTninki Çavuşenga qaratgan bir muncha jazolarini yo'l qo'yganlik yoki bo'lsa veto qilmoqlik. Albatta Rossiyami shundoq. Rossiyami Sovet parchalangandan keyin Çavuşenga qaratilgan nurg'un jazolarga yo'l qo'yganlik yoki qo'llaqlik. Ammo bu qatim endi jon talashganda ikkisi birga kelib qoldi yana. Kondoslar birga kelib qoldi. Shunga Sovet ittifoqi mezgilida Çavuşenni davlat qilgan shu Ruslarni keyin Sovet yiqilgandan keyin tashlavatgan shu Ruslarni endi qaytadan yana quchqiga olgan shu Ruslar bo'ldi. Ammo Xitoy buningdan rohatsiz, ammo bu uchuq tilg'imi keltirilmaydi. Tilg'imi olinmaydi, chunki Rossiya bilan bo'lgan munosabatiningki buzilishini xohlamaydi. Shunga Xitoyning tashqi ishlar ministrining bayonotchisimi Çavuşen bilan Rossiya normal do'st, biz ularning o'rtasidagi har qanday yaqinlikdan, har qanday munosabatdan xushal bo'lamiz, qarshi olamiz deb bayonot berdi. Amaliyotda bularningki ichida his qiladi, bundan rohatsiz bo'ldi. Şu bundan keyin Çavuşenninki nimasi faoliyat bo'shlig'i texmo kuchga degan. Chunki Amerika bilan Yevropa bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilash uchun mayli Rossiya bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, ilgari Çavuşenga besim qilib kelgan, Çavuşenga qarata ba'zi jazolarga yo'l qo'yib yoki qo'llab degandek. Endi bo'lsa Çavuşen Rossiya qo'llamasa, Xitoy qo'llamasa, Rossiya ikkisiniki orasida o'ynay oladigan bo'shliqqa texmo bekrak ega bo'ldi degan gap. Endi bu g'arb davlatlarini rohatsiz qilamdi, albatta rohatsiz qildi. Eng oldi bilan ularning ittifoqdoshi bo'lgan Koreya bilan Yaponiyani rohatsiz qildi. Chunki Çavuşen yadro planidan voz kechgani yo'q, yadroni taraqqiy qildiryapti, hatto yadroga erishib qoldi deb qaraydiganlar bor. Shunga Rossiya albatta ularning yadro texnikalariga, taraqqiyotlariga yordam qilmasa, Çavuşen ularga bo'lgan yordamini davomlashtirmaydi. Shunga Rossiya belgilik darajada unga yordam qiladi. Bu yarim orolninki muqimligiga daxl yetkazadi, chunki rayonda Koreya bilan Yaponiya u Çavuşenninki aloqa dushmanlari. Koreyani yutib olib birlik keltirmaydigan nishon bor. Yaponiyaning o'ch olmash kishida bu qilgan ham hozir Amerikaninki kuchga bo'g'ila deb o'chkirdigan mushtaq bir dushmanlik vaziyati mavjud bu rayonda. Shundan keyin Koreya yarim orolininki vaziyatida taxmo jiddiylik maydon etilganligini ko'rib olamiz. Endi
Putinning Çavşen ziyoratini mushunchalik tahlil qilgandan keyin biz oxirida kishilik huquq kuzatish tashkilotining yangi doklad haqida ozroq to'xtalaylik. Human Rights Watch kishilik huquqni kuzatish tashkiloti mushayning 18-kuni bir doklad e'lon qildi. Bu dokladda asosliqi Xitoyninki davlatlik statistika idorasininki sonliq ma'lumotlarni ishlatib turib, Xitoy hukumatiningki 2017dan 19 bo'lgan mezgilda, asosliqi o'sha mezgillarda Sharq Turkistondagi nurg'un yerlik o'rinlarning ismlarini o'zgartganligi. Buning ichidan bo'libmi 700 ga yaqin ismninki diniy yoki kultural yoki milliy tusga ega ismlar, qadimiy ismlar ekanligi. Bularni Xitoyninki yangi ideologiyasiga uyg'un holatda yana hozir ularninki davatgan inoq jamiyat, baxtlik jamiyat, baxtlik oila degan o'xshash tashviqot nimalar bor. Shu ismlarga o'zgartib baxt kenti yoki inoq mahallasi deb shunday o'zgartganligini o'ttirib qo'ygan. Ve bunu Uygurlarninki yıldızını yo'qotish, Uygurlarninki medeniyetini yo'qotish orqali Uygurlarni yo'qotishninki milliy kimligini yo'qotishninki bir parchasi deb sifatladim. Bu dokladni Ruhiyada engeldirilgan Uyg'ur fondi birleşip tayyorlabdi. Ben bu dokladni tafsili görmedim ama doklad haqidagi xabarlarni o'qidim ve kishilik huquq tashkilotininki to'rbetidagi bu vaqtdagi bayonotini o'qidim. Doklad 2-3 kundan buyon xalqarodagi asosli cho'ng medialarning hammasida o'rin oldi. Hammasidan o'rin olib Xitoyninki Uyg'urlarninki yer joylarini o'zgartish ilib berayotganligini, buningki Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish harakatiniki Uyg'urlarninki tarixini yo'qotish harakatiniki bir qismi ekanligini o'ttirib qo'ydi. Ya'ni bu bir dokladning e'lon qilinishi Uyg'urlarninki navbatdagi vaziyatini yana bir qatim kun tartibga kelib kelgan. Yaqinqi yillardan buyon biz bo'libmi o'tgan yili oktabrda Palestin'de urush partlagandan buyon asosliqi Uyg'urlar to'g'risida xabarlar oz chiqadigan bo'lib qolgandi. Bo'libmi Uyg'urlar haqidagi xabarlarning ko'pinchisi Xitoyning tashviqotlariga oid, Xitoyninki propaganda tipidagi xabarlarga markazlashib qolgan yoki ijtimoiy taratqulardan chiqadigan xabarlarga asoslangan. Bu qatam hamda xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotininki bu dokladi bilan bizningki masalamiz yana bir qatim kun tartibga kelgan bo'ldi. Men bu yerda Uyg'ur yer fondininki tadqiqotchilarini bu jihatda xizmat ko'rsatgan yordamlashganlarni alaydan tabriklayman. Bizningki vatanimizning ahvoli Falastinnikidek yoki Suriyanikidek yoki Ukrainanikidek uçuk bir ahval emas. Yani ölgen, yaralangan, vuruşkan görünüşler yok. U yerda bir zulm var, u yerda bir irqiy qirg'inchilik var. Lekin kishilar fakt so'zni ko'rsatmaydigan, kishilarga rasm ko'rsatmaydigan, video ko'rsatmaydigan bir holatda biz. Shunga shundoq dokladlar, ilmiy eserlar bizning masalamizni qaytib kun tartibga olib kelishninki eng yaxshi bir chorasi, bir usul. Chunki garchi dokladlar bevosita rasmlarni, videolarni ko'rsatmasimi, lekin bir yutuqlarni tepib, uningga tayinib turib, logikalik shaklda ilmiy tadqiqotning metodlarini ishlatib turib, uni o'tirib qo'ydi, isbotlab chiqdi va shuning bilan paket yetersiz deb ishlanmagan medialar yoki siyosiy yo'llarni
tadqiqot natijasini ko'rgandan keyin ishindi. Ha, asli bunday ekanda deb. Shuning bilan buni xabar qilib bosidi bizningki masalamiz qaytadan kun tartibga kelib qolmasdan hujjatlashgan bo'ldi. Masalanki hujjatlashishi oqitlishi yoki uning xabar qilinishidan bo'yin. Chunki xabar rasyonlik bo'lish ehtimolligi va uningga nurg'unlagan mubolag'alar aralashgan bo'ldi. Shunga fakt sifatida ishlatish uchun bir tasqashdan o'tish kerak. Ammo shunga o'xshash dokladlarningki ahamiyati intayin cho'ng, chunki bu allaqachon faktlarga asoslangan tasqashdan o'tgan ishonchlik manba deb qaraladi. Ishonchlik fakt deb qaraladi. Shuning uchun bu xil dokladlarningki ahamiyati nihoyatda cho'ng. Albatta Xitoyninki Uyg'urlarningki ismini o'zgartirishi, Uyg'ur yer joy nomlarini o'zgartirishi bu bir yengillik emas. Men bilsammi bizningki mahalladagi yoki xotinninki nurg'un yezilarininki ismi ikki. Xitoycha bir ism bor, Uyg'urcha bir ism bor, ammo kishilar ko'pincha Xitoycha ismini ataydi. Uyg'urcha ismini bo'lsa rasmiy yozmalarda ishlatadi. Demişqa deganda Xitoyda madaniyat zo'r inqilobi mezgilida bizning vatandagi butun kentlarniki, mahallalarniki ismini xitoychalashtirgan. Keyin tillik islohoti jihatda Uyg'urlar biroz erkinlik berib, o'zimizning til yoziqi asliga kelgandan keyin 80-yillardan keyin yangidan burunqi ismlar asliga kelgan yoki shu xitoycha ismlarningki uyg'urchasi tarjima qilinib ishlatilgan. Ama kishilarningki kallasiga Xitoycha ism singib ketgan bo'lg'achqa davomli yana Xitoycha ataydi. Masalan, bizningki qo'shni yezning ismi Jingawat. Asli buning Xitoychasi Shinfeng. Uyg'urcha buzilgan talaffuzi bo'yicha Shinfeng deydik. Hamma shunday deydi. Jingawat degan gap Xitoychadagi Shinfengning tarjimasi. Bu yerga Xitoylar Shinfeng deyishdan burun bir yezi sifatida nom Uyg'urcha nom qo'llanmaga o'xshaydi, balki jinga yezi bo'lgandan keyin ishlatilmadimi bilmadim. Demak, Xitoy Shinfeng deb ismini o'zgartgan yoki burunqi ismini men bilmayman. Shunday ism qo'ygan, keyin Uyg'urchasi shuningki tarjimasi sifatida qaytadan qo'yilgan. Ammo kishilarning orasida davomli yana shu Xitoycha ism bo'lg'achqa Shinfeng deb shunday ataydi. Bu qatim shu 2014dagi epidemiyachilikning boshlanishidan burun bu yan Xitoylar yana qaytadan o'tirib elib chiqqan bir siyosat bo'ldi. Bu yana tarixning takrorlanishi ma'lumot aytganda. Albatta bu yana bizningki madaniyatimizni, tariximizni yo'qotishninki bir usuli. İnşallah bununla yana bir fursat kelganda asliga qaytarib, burunqi nomlarimizni asliga keltirgan bir ahvol maydon vakili. Ammo bu yengillik emas. Bu Xitoyniki vatanimizda besib olgandan buyon ilib olgan tunji bir siyosat emas. Burun bu bir qatim keng ko'lamda ilib olgan, keyin to'xtatgan, hozir yana boshildi. Yana inshaalloh bu vaziyat o'zgar. Lekin bu qatimqi dokladninki o'tirib chiqishi buni ko'zimizdagi taxmin to'g'risi dunyoninki ko'zining oldiga fakt bilan qo'ygan bo'ldi. Bugungi parimizni bu yerda oxirlashtiraylik inshaalloh. Kelada yana Uyg'urlarga munosabatlik muhim temalarda davomli paranglashimiz, dunyoda bo'lib o'tgan ishlarni Uyg'urlarga munosabatlik nuqtadan tahlil qilamiz, davomlashtiramiz. Yana sharoit yor bersa shu geyitiga o'xshash yoki Putinning Chavshan ziyaratiga o'xshash muhim temalarni ayrim programma qilib
boshqa xalqaro munosabatda o'qiyotgan bolalar bilan yoki tadqiqotchilar bilan munosabatlik izlanguvchilar bilan birlikda programma qilib sunishga tirishiman. Qanunga ergashib olsanglar, shunday programma qilganda naq maydondan anglay olasizlar. Yana birga yaxshi ko'rish belgisini ko'proq biz qo'ysanglar, ko'p kishilarga bu programmalar yetib boradi. Chunki hozirgi YouTube'ning algoritmasi yoki butun Google'ning algoritmasi shunday loyihalangan. Ya'ni bir odam ko'zda uning do'stiga tavsiya qildi, agar bir odam yurak bassa texim tavsiya qiladi, oldiga chiqadi, inkas yozsa texim shunday. Shunga bu jihatda qo'llab-quvvatlashinglarni umid qilaman. Allohga emanet. Bugungi programmamiz o'sha yerda tugadi.